Jizzaxda ta'magirlik qilib kelgan yo'l patrul xizmati xodimi ushlandi. Viloyat Ichki ishlar boshqarmasi xabariga ko'ra, xodimlardan biri alkotesterdan foydalangan holda haydovchilarni aldab, ularni spirtli ichimlik iste'mol qilganligiga ishontirib kelgan. Xususan, yo'l patrul xizmati inspektori G'allorol tumanida joylashgan Sangzor 15 yo'l patrul xizmati maskanida xizmat vazifasini bajarish chog'ida Lacetti mashinasini to'xtatib, haydovchini alkotester bilan tekshiruvdan o'tkazadi. Haydovchi spirtli ichimlik iste'mol qilmaganligini aytadi, ammo xodim haydovchini xizmat xonasiga olib borib, hujjat rasmiylashtirmaslik va chora ko'rmaslik evaziga undan 1 million so'm talab qiladi. Haydovchi shundan keyin yo'l patrul xizmati xodimi bergan bank plastik kartasiga 500 ming so'm o'tkazib berishga majbur bo'lgan. Mana shu holat bo'yicha olib borilgan tadbir davomida ushbu xodim avval ham shu kabi qonunbuzarlik sodir etgani aniqlangan. Idora xabarida hozirda mazkur xodim qilmishlari uchun javob berayotgani qayd etilgan.